Ushbu videoni ko'rayotgan insonning zurriyotidan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin. Do'stim, yaqinroq keling, sizga bir narsani tushuntirib beraman. Mashaalloh devorasiz. Qarang, siz Rossiya hududidasiz. Allohning baytiga kelmoqchisiz. Hozir qaranglar, shunaqangi imkoniyatlar bor. Mana yana bir ziyoratchilarimiz beri kelgan Hoji bobo, assalomu alaykum. Krupniy kadrda oling Hoji bobomi? Hoji bobo, ziyoratlar qalay bo'lyapti? Bo'lyapti, yaxshi bo'lar shu. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, kamchilik yo'q. Hojanam bilan kelgansiz bu yerga? Albatta. Hojanam, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Nechinchi marta kelishingiz? Ikkinchi Marta kelishingiz. Birinchi marta biz bilan kelgansiz, bu ikkinchisi. Kamchiliklar bo'lmayaptimi? yaxshi rahmat. Hozir mana Ibodatlar qilyapmiz. rozi bo'lsin. Tavsiya qilasizmi odamlarga? Albatta, kelinglar, hammanglar. Ham chiroyli qilib ibodatlar qildiryapti, tavaflar qildiryapti. Sizlar ham kelinglar. Do'stlar, sizlar ham Rossiya hududidan, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, Mars fuqarosi bo'lsangiz ham bemalol kelsangiz bo'ladi. Alloh xayringizni bergur. Buning uchun +7 kodi bilan 965 026 96 06 raqamlariga murojaat qilasizlar. Sog' bo'lasizlar.